kitobdan o'zim bilganimcha qush boqaman-da. Tushunganimcha hamma qush boqsa bo'ladi deb o'ylardim. Yaqinda sabab boqotdim. Ko'pchilik 5 ta odam menga boq bo'lmaydi deb ixtilof qilib qoldi-da. O'shanga o'zingizdan so'ray, hali ustozdan so'ramaganman deb so'ray dedim-da. Shu ko'p ixtilof bo'lyapti mana shu masalada. Shu boqsa bo'ladi, turga ajraladimi qushlar? O'shani so'rim bilmoqchi. Boqsa bo'laveradi. Bemalol ruxsat bor, faqatgina uni haqqini ado etib turasiz. Ya'ni yemoq va ichmog'i, nafas olmog'i va hokazosi uchun sharoit yaratib qo'yasiz. Bemalol uni sotib tirikchilik qilsa ham bo'laveradi, tirikchilik uchun boqsa ham bo'laveradi. Yana bitta sharti, o'shanga berilib ketib ibodatni unutmaysiz. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kaptar bog'ishdan qaytarganliklari, kaptarvozlar kaptarni xudoni o'rniga qo'yib qo'yadi. Kaptarda shunaqa kasallik bor ekanda, odamni mahliyo qilib qo'yadi, kaptarvozni unutib qo'yadi o'zini kim ekanligini, ibodatlardan qolib ketib qoladi. O'shaning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kaptarbozlikdan qaytarganlar. Nimaga? Chunki Allohning zikridan to'smasin. O'sha qush boqayotgan bo'lsangiz, keyin haqqini ado eting. Zulm bo'lmasin. Qafasga solib qo'yyapsan-ku deydi. Qafas zulm, u qafas zulm emas. Qafas uning uchun zulm bo'lmaydi. Balki uning uchun sharoit bo'ladi qafas. Hatto shunday qushlar bor, o'zi erkinlikka qo'yib o'rsangiz, hashagini topib yeya olmaydi, donini topib yeya olmasdan vafot etadi, halokatga uchraydi. Shuning uchun ularni boqish kerak.